Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar hamda dehqonlar. Men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan bugungi kasetaga 50 galon kasetaga 5 qovun ekipi. Mana shunday. Agar qanday savol bo'lsa, kim nimani tushunmasa, bemalol so'rangizlar, aytaman javobini. Bu handalak bular. Maşallah bu stakanda. Bu tarvuz bu. Kasetada. Ertakish bu. Yerga o'tkazamiz nasib bo'lsa inshaalloh. Shunday. Ekilishi bunday bo'ladi. Bu torf. Torf ya'niki Rossiyadan kelgan torf. Bunga ekilsa faqat torfga ekilish kerak yoki chirindiga sovun qo'shib ekish kerak. Yana qanday savollar bo'lsa, marhamat bemalol savol bersalaringiz javob beramiz. Lekin unutmangizlar, iltimos Dehqonbocha kanaliga, mana shu kanalga obuna bo'lib ketishdi. Sizlardan hech narsa ketmaydi inshaalloh. Qo'llab-quvvatlasangiz boshqalar ham ko'rib foydalanadi inshaalloh. Bu ko'kcha qovun urug'i. Shunday kim asb bo'lsa, adresni aytaman, kelib bemalol olib ketish, yeyish bemalol bepul. Dehqonlar mard bo'ladi inshaalloh, dehqonlarda ushuru bor.